Assalomu alaykum chorvachi aziz obunachilarim. Mana bugun haftaning shanba kuni. Chesla 20-dekabr. Ana Yangi yo'l mol bozorida efir olib beryapmiz. O'najillar narxi bilan hozir tanishtirib o'tamiz hammalarni. Assalomu alaykum. Doda nech puldan bular? 11. 21 so'rayapmiz. Nech pul bo'lsa sotib olamiz, doda? Nomeringizni aytib o'tib keting. Nomeringizni telefon qilishadi. 99lik 341 0762 mana. Hurmatli obunachilar, 21 so'rashayotgan ekan, ikkalovini bir joyda. Nech pul qilyapsiz aka? Kelovini 14 qo'yman. Ular 16 berdi otdilar. Mana hurmatli obunachilik, kelovini 14 qilishayotgan ekan. Sotuvchilar 16 bo'lsa olinglar deyishyapti. Mana mana mollarning orqasi. Buzochalar menimcha shu 5 oylik 6 oylik buzochalar. To'g'riga chaqiryaptilar. 1000 ras qo'shdim. Aka shunga biz sotamiz. Sizga emas, menga. O'rtasi bo'ladi. Yo'q, aka. 15 beraman. Yo'q, unaqa deb bera olmayman. O'rtasi bo'ladi. Botman bering. Ikkovi bir joyda bo'ldi. Endi unaqa ish qilmang. Unaqa ish qilmang. Nech pul qildingiz aka? 15 qilyapti. 15. Mana 15 milyon qilishyapti. Ikkita buzorni. Dehqon odam bo'lsin, bering. Motor bergan ekan 7 dan bo'ldi. 15 7 dan bo'ldi. Buni kadrga qo'yib olmagin ta. Lekin so'kama, kechib qo'yib olgan narsa so'kdi. Bo'ldi. Ha. Chiqadimi? Bosh. Bo'ladigani 8. 50 million o'tadi. Oda, o'tolmaymiz, qolmaydi. Minchagina pulingiz qoladi o'zi. Yo'q, aka. 8 dan piyez bu kadar. Mayli, o'shalarni Aka nech pul bo'ldi bu qachalar? Nech pul bo'ldi aka? Xo'sh, bilmadim. Shu sodani yorishtirib ko'rsatamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Yo'q, aka, o'zi bu gapimni aytdim. Kim o'tmay joy turayotganmi, aka? Bu gapimni aytdim. Endi o'shani qilib turolmayman. Men bunga 10 degan joyda 8 deb qo'yibdi. Yo'q, aka. 15 kimdanim yo'q. So'da pishmadi. Ha, endi Mana chiroyli. zarar xudo xolasa endi uni qo'yib yuring. Ha. Yaxshi yetishga umr olasiz. Mana mana shu qonajillar. Dangal gapining pulni topaman 30 dan to'g'risida. 22 bering. Yo'q, jigarim unaqa 20 ni kami bo'lsa gaplashaylik, rost ekanmi? Kami demang. Yo'q, kami bo'lsa gaplashamiz. Nech pul qilishyapti aka bularni? Pul bor ekan. Bering kelasini bir joyga. Pulim ham yetmaydi 3 taga qoldi. Bandasiga bermaysiz. 20 dan silang. 20 milliondan siyla ber deyishayotgan ekan. Ha, pulingizni. Egasi 22 million deyishyapti. Mana. Nima deysiz? Yo'q,
Beraman. Soting shu yerda qilganingizga qarang. Bugun bozorga foyda. Mana g'unajinchamiz olinibdi. Hozir so'raymiz. Shuhrat aka, obunachilarga salom boring. Obunachilar xonimlar. Nech pul bo'ldi Shuhrat aka bu? 100 ming ekan 8 million so'm. 100 ming ekan 8 million so'm bo'pti mana. Super. Shuhrat aka bu sotiladimi? Nech pul? Narxini aytib 8,5 bersin, berib yuboramiz. nomeringizni aytib o'tib ketyapti. 93lik 518 01 00 42 ekan. Mana 8,5 bo'lsa sotib yuborishar ekan. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Shuhrat aka. Ko'rib olganman bular. Bo'ldi. Adashingizni topdingiz, adashingizni. Mana shu akam uchun bitta like bosib yuboringlar. Mana shu akam. Mana bitta xudo xolisa savdo bo'layotgan ekan. Tepasiga keldik mana. Mana shu xunaji. 81 qilayotgan ekanlar. Savdo pishmay turibdi. Mana shu xunaji. Shoxlari bor mana. Bo'lari nech pul dedingiz aka? 9 million. 9 million ekan mana hurmatli obunachilar bo'ladi. Necha bo'lyapti? Mana. Hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha narxlarni yorityapman. Sal yurish qiyin bo'lyapti, mol ko'p bugun. Bank oladi olish. Men hozir Mana. Ahron nechi pulga sotdinglar, bror? Ey! Bola nech pul bular? Xudo xolasa bir joyda 16 kam bor. Mana 16 million kami bor ekan bir joyda. Nomeringizni aytib o'tib ketasizmi doda? 94lik 94lik 363 363 83 83 56. 56. Mana. Aloqaga chiqaverasizlar. 16 azgina kami bor ekan. Bozor 86 qildimi aka buni? Mana mana sigara xunajina savdo bo'lib turibdi mana. 12 million 700 bo'ldi, bering agar mana. 12 million 700 ga hozir baraka qo'yaman aka. 11 million 700 baraka. Aka, Bekzal. Baraka topdingizmi? Ha, qarang, o'zingiz topyapsiz. 700. Yaxshi gap gapirdingiz. Aka, o'zim 100 so'm 200 so'm yeb ichib bir marta gapirdingiz-da. Aka, yeb ichib olamiz 100 so'm 200 so'mga. Shunday. Hozir Bekzal rozi bo'lib bersa oldim. Aka gapirsangiz nech pul bo'lsa, bor dangal gapiring sizdan. 12 million 200 bering olaymi? Aka yo'q pul aytmayman-da, dangal gapiring aka. 12 million 200 bo'lyapti mana shu sariq shoxi bor. Bilaman. Aka 11 million 700 bo'ldi mana. Hech pul dangalini ayting. Bunga to'g'ri kelmaydi. Aka, dehqon ham sal o'ylaylik. Berayman, boqaman deyapman, tirikchilik emas. Yo, rahmat. Akajon, avvalo so'raganingizga rahmat. Chunki inson deb so'radingiz. Lekin aka unga to'g'ri kelmaydi, jon aka. Bu qolmasin. Yo, akajon, mol ko'tara oladi pulni. Ko'tararganda, endi mol aka Bering, kelishtirib bering. Baraka topding. Obani boqaman men aka, meni tirikchilik. Yo, akajon, baraka topding. Mana ko'ryapsizlar hurmatli obunachilar. 2 kani oshirib yukladigan bo'ldi. 11 million 700 qilishyapti. 12 million bo'lsa ol deyishyapti. Boqsangiz boqish kerak aka. Qancha? Aka bu shved nech pul ekan? Buni masha akam. Qancha bu bekitga shu? Maqtash emas, mol o'zi maqtash. To'g'ri kelmaydi. Eng kichkina mol emas aka. Hozir bu yersiz oldim.
aka narsa aytaman, ma'qulingiz keladigan bo'lsa 12 bering olgan. 200 200 ni demadim. 12 million bo'lsa oling deyishdi. Sen mana bering aka, men boqaman deyapman. Qancha so'raymiz? Yarim bermagan mana pulni. Yegich bo'lamiz. Mana Angus buqachalar, hurmatli obunachilar. Hozir narxlarini yorishtirib o'taman, xudo xolasa. Mana Yangiyo'l mol bozori. Mana buni go'zalligini qaranglar. Hammamizga Alloh nasib qilsin. Har bitta xonadonda 10 talab, 15 talab shunaqa buqachalar boylar turishga. Bitta like, podpiska tashlab qo'yishingiz sizlardan chiqmas, obunachilar. Anguslar sizlardanmi aka? Sizlardanmi aka? Bular nech puldan aka? 28 dan 30 gacha. 28 dan 30 gacha. Telefon nomeringizni ayta olasizmi aka? 95lik 95lik 019 019 18 48. 18 48. Mana aloqaga chiqaverasizlar. Mollar o'ta go'zal. Orqalarini qarang bularni. Hammamizga nasib qilsin obunachilar, hammamizga. Mana. Oke, bular sizlardanmi? Sorti nima bularni? Ford, Seminta. Mana kiring. Narxi nech puldan mana mash qatorli, oka? 22 so'rayapman. Shuni qora Mickey Mouse. 22 dan. Mana. Telefon nomeri aytib o'tib ketasizmi aka? 99lik 478 59 08. Ismingiz nima? Men Hamza akamni nomer Jamol akam. Jamol aka deb aloqaga chiqaverasizlar mana. Yengil qilib berishadi mana mollar. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Videoda kam ko'sti bo'lgan bo'lsa aytib o'tsanglar, keyingi safar yanada yoritib beramiz, kengroq qilib. Hammangizga rahmat. Podpiska bo'lib qolishingizdan chiqmasin. Xudo xolasa haftadagi hamma bozorni yoritib beraman. Obuna bo'lib qo'yinglar, bitta like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat hammangizga.